Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sahifamizga xush kelibsiz. Darslarimizni davom etamiz. Bugun biz yangi mavzu boshlaymiz. U ham bo'lsa, demak, funksiyalar. Funksiya o'zi nima degani? Funksiya degani bu ma'lum bir kodlarning yig'indisi, ya'ni bir necha qator kodlarni yig'indisi funksiya deyiladi. Nima uchun bizga funksiyalar kerak? Dastur yozish jarayonida bir necha qator kodlarni takror ishlatish talab qilinishi mumkin. Mana shunday holatlarda mana shu kodlarni qayta yozib o'tirmaslik uchun ularni biz bitta funksiyaga joylab qo'yishimiz mumkin va undan keyin ana shu kodlarga murojaat qilganimizda mana shu funksiyaning nomi bilan murojaat qilishimiz mumkin. Tushunarli bo'lish uchun biz shu paytgacha ishlatib kelgan funksiyalarga e'tibor beraylik. Misol uchun biz shu paytgacha bir nechta funksiyalardan foydalandik. Ulardan biri demak print funksiyasi edi. Esingizda bo'lsa, mana print funksiyasi biz ichiga yozgan biror bir qiymatni konsolga chiqaradi. Misol uchun biz assalom alaykum deb yozsak, xuddi mana shu demak matnni konsolga chiqaradi. Print ham funksiya. Aslida printni orqasida agar biz printni ochib funksiyaning ichini qaraydigan bo'lsak, u yerda bir necha qator kodlar bor. Mana shu kodlarni biz qayta yozib o'tirmasligimiz uchun bor yo'g'i mana bunday bitta so'zlik funksiyaga joylab qo'yganmiz. Yana shunday funksiyalardan biri, misol uchun type funksiyasi. Esingizda bo'lsa, biz type yordamida o'zgaruvchining o'sha ma'lumot turini ko'rishimiz mumkin. Agar biz misol uchun desak, mana x barobar 20 desak, ana undan keyin type x desak, bizga mana x bu integer, ya'ni butun son deb chiqarib beryapti. Demak, bu yerda type ham funksiya. Yana bir marta agar biz type'ni ichini qaraydigan bo'lsak, type'ni ichida bir nechta qator uzun kodlar bor. 10 qator, 20 balki 100 qator kod bo'lishi mumkin. Biz buni bilmaymiz. Demak, bizga qulay bo'lish uchun Pythonda mana shunday tayyor funksiyalar bor. Biz kerak bo'lganda mana shu funksiyalarni chaqirib ulardan foydalanamiz. Yana bir shunday funksiyalardan biri, misol uchun range funksiyasi. Esingizda bo'lsa, bu demak range funksiyasi ma'lum bir oraliqdagi sonlarni qaytaradi. Biz mana shu oraliqdagi sonlarni mana ro'yxat ko'rinishida chaqirib olishimiz mumkin. Mana bu yerda e'tibor bering, biz bir emas ikkita funksiyadan foydalandik. Birinchisi bu range funksiyasi 0 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni shakllantirib oldi. List funksiyasi esa endi mana shu sonlarni ro'yxatga o'tkazib berdi. Demak, aslida mana shu funksiyalarning orqasida ham uzundan uzun kodlar bor. Biz esa vaqtimizni sarflash uchun ana shu kodlarni qayta yozib o'tirmasdan tayyorgina mana bitta so'z bilan ana shu funksiyalarni chaqirib olyapmiz. Keling bugun qanday qilib mana shunday funksiyalarni yaratishni, ya'ni o'zimiz qanday qilib mana shunday funksiyalar yaratishimiz mumkin, shuni o'rganaylik. Boshlanishiga biz sodda funksiyadan boshlaymiz. Mana e'tibor bering, biz salom ber degan funksiya yaratmoqchimiz. Demak, funksiya yaratishda biz def degan mana bu kalit so'z bilan, ya'ni operator bilan boshlaymiz. Mana def dedik. Bu demak def biz hozir funksiya yaratmoqchi ekanligimizni anglatadi. Ana defdan keyin biz funksiyaning nomini beramiz. Mana bu demak salom ber, bu funksiyamizning nomi bo'ldi. Mana bu qavslar esa ochib yopdik. Odatda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ba'zi bir funksiyalarga biz qiymat uzatyapmiz. Mana bu yerda misol uchun avvalroq mana biz print funksiyasini chaqirganimizda biz print funksiyasiga qiymat berdik. Demak, mana shu qiymatlar odatda qavsning ichida yoziladi. Lekin biz hozir juda ham sodda funksiya yaratyapmiz. Bu funksiyamiz hech qanaqangi qiymat talab qilmaydi. Ya'ni foydalanuvchidan biror bir qiymat talab qilmaydi. Faqatgina mana shu funksiyani chaqirganimizda konsolga assalomu alaykum degan matnni chiqaradi xolos. Mana endi bu birinchi qator bu funksiyani yaratilishi bo'ldi. Mana oxirida 2 nuqta qo'ydik va keyingi qatordan boshlab endi e'tibor bering, bu qatorlar o'ngga biroz surilgan. Demak, mana bu ikkita qator bu funksiyani badani. Endi funksiyani badaniga e'tibor bering. Funksiyani badanida mana bu qator 3 ta qo'sh tirnoq ichiga yozilgan qator bu funksiya haqida ma'lumot. Bu ma'lumot kim uchun? Bu ma'lumot mana shu funksiyadan foydalanmoqchi bo'lgan dasturchilar uchun. Kelajakda biror kishi bizning funksiyamizdan foydalanmoqchi bo'lganda aynan mana shu 3 ta qo'sh tirnoq ichidagi ma'lumot foydalanuvchiga, o'sha dasturchiga ko'rsatiladi. Ana undan keyin esa biz funksiyamizni ichidagi bajariladigan o'sha kodlarni yozyapmiz. Bizning hozircha funksiyamiz juda ham sodda. Bor qilayotgan ishimiz salom ber degan funksiyani chaqirganda assalomu alaykum degan matnni konsolga chiqarmoqchimiz. Mana endi funksiyamiz tayyor. Funksiyamiz yaratildi. Ana endi biz funksiyani dastur davomida chaqirish uchun mana bunday qilib funksiyaning nomi va qavsni ochib yopamiz. Mana shunday ko'rinishda funksiyaga murojaat qilamiz. Ya'ni funksiyani endi chaqirib olamiz. Mana endi biz kodni bajarsak, assalomu alaykum degan yozuv chiqib keldi. Yana bir marta misol uchun funksiyaga murojaat qiladigan bo'lsak, mana salom ber deymiz.
Yana bir bor mana assalomu alaykum degan matn qaytib chiqdi. Demak, keyingi safar bizga assalomu alaykum degan matn chiqarish kerak bo'lganda mana shu salom ber degan funksiyani chaqirishimiz mumkin va bu funksiya konsulga assalomu alaykum degan matnni chiqaradi. Bu yerda bir narsaga e'tibor bering, funksiyalarni nomlaganda, mana nom berganda imkon qadar fe'l, ya'ni biror bir harakatni anglatuvchi so'zlardan foydalaning. Ya'ni biz bu yerda aslida funksiyamizga salom deb nom berib qo'yishimiz ham mumkin edi, lekin salom keyinchalik biz o'zimiz misol uchun o'zgaruvchilar, funksiyalar bilan ishlaganimizda bu qaysi biri o'zgaruvchi, qaysi biri funksiya adashib ketishimiz mumkin. Shuning uchun o'zgaruvchilarga odatda biz ot, ya'ni biror bir misol uchun ism, familiya yoki bo'lmasam yosh, tug'ilgan yil kabi nomlarni beramiz. Funksiyalarga esa fe'l, ya'ni biror bir harakatni anglatuvchi so'zlarni, demak, o'sha funksiyaning nomi sifatida foydalanamiz. Endi yuqoridagi funksiyamiz juda ham sodda funksiya bo'ldi. Ya'ni bu funksiya hech qanaqangi qiymat olmayapti, ya'ni foydalanuvchidan hech qanaqangi qiymat so'rayotgani yo'q. Bor yo'g'i o'sha funksiyani chaqirganimizda assalomu alaykum degan matnni konsolga chiqaryapti. Xo'p, keling endi funksiyamizni keyingi bosqichga chiqaramiz. Endi funksiyamiz foydalanuvchining ismini so'rasinda va foydalanuvchiga ismi bilan salom bersin. Buning uchun bor yo'q qiladigan ishimiz endi mana bu, demak, qausni ichida o'sha foydalanuvchidan qabul qilib oladigan qiymatni ham yozishimiz kerak. Endi bu yerda e'tibor bering, mana shu narsa, ya'ni mana funksiya o'sha funksiya def kalit so'z yordamida biz funksiyani yaratyapmiz. Funksiyaga nom berdik, nomimiz o'sha o'zgartirmadik. Endi qausni ichida biz parametr beryapmiz. Mana shu narsa, demak, funksiyani yaratishdagi, qausni ichidagi mana bu foydalanuvchidan talab qilinadigan qiymat bu parametr deb ataladi. Mana shunga e'tibor bering. Demak, bu parametr. Demak, bizning funksiyamiz hozir foydalanuvchidan bitta parametr qabul qilib oladi. Bu parametrning nomi ism. Ana endi biz funksiyamizni nomini ham, funksiyamizni ta'rifini ham mana uzunroq qilib ikki qatorga bo'lib yozdik. Foydalanuvchining ismini qabul qilib, unga salom beruvchi funksiya dedik. Mana endi matn, mana bu yerdagi chiqadigan matnimiz ham biroz uzunroq bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli, va endi mana bu ism degan parametrdan biz foydalanyapmiz. Mana foydalanuvchining ismini chiqaryapmiz. Mana endi biz bu funksiyani chaqiradigan bo'lsak, mana bu yerda e'tibor bering, salom ber Hasan, salom ber Olim deb ikki marta mana shu funksiyani chaqiryapmiz. Kodimizni bajarsak, assalomu alaykum hurmatli Hasan, assalomu alaykum hurmatli Olim bo'lib, demak, endi mana biz istagan o'sha natijalar konsolga chiqib keldi. Xo'p, agar biz bu yerda xato qilib, mana bunday qilib parametr bermasdan yozadigan bo'lsak, mana e'tibor bering, bu yerda biz hech qanaqangi qiymat bermadik. Endi buni bajarsak, demak, bu yerda darrov o'sha xatolik chiqib keldi. Nima deyapti? Missing, ya'ni yo'q degani. Bitta o'sha argument topilmadi deyapti. Endi bu yerda e'tibor bering, biz funksiyani yaratganda mana bu narsani parametr dedik. Lekin foydalanuvchi o'sha funksiyaga qiymat berganda foydalanuvchi bergan qiymat endi argument deb ataladi. Demak, foydalanuvchi tarafidan, ya'ni funksiyaga uzatgan qiymatlar argument deyiladi. Funksiyani yaratganda, demak, foydalanuvchidan qabul qilinib olayotgan o'sha qiymatlar, demak, parametr deyiladi. Ya'ni siz dasturchi sifatida siz uchun bu parametr, foydalanuvchi uchun foydalanuvchi sifatida bu narsa endi argument deyiladi. Ikkalasi ham aslida bunday olganda bitta narsa. Demak, biz dasturchi sifatida bu narsaga parametr deb qaraymiz. Foydalanuvchi esa, ya'ni mana shu funksiyadan foydalanayotgan odam esa buni argument sifatida mana shu, demak, argumentlarni funksiyaga uzatadi. Biz mana shu funksiyani yaratganimizda mana bu yerda mana funksiyaga qisqacha ma'lumot berib ketdik funksiya haqida. Demak, bu funksiyani ta'rifi. Xo'p, mana shu ma'lumotni qanday qilib ko'rishimiz mumkin? Mana biz dasturchimiz, deylik, mana dasturchi mana shu funksiyadan kelajakda foydalanmoqchi. Hozir bu albatta juda sodda dastur bo'ldi yoki juda sodda funksiya bo'ldi. Kelajakda siz murakkab funksiyalar yaratishingiz mumkin. Bir nechta parametrlardan iborat va hokazo. Ana shunday holatlarda mana bu ma'lumotni qanday qilib ko'ramiz? Buni oson bitta usuli funksiyaning nomini yozish. Misol uchun men hozir mana shu yerda salom ber deb funksiyaning nomini yozib, mana qauslarni ochsam, ko'rib turibsiz, demak, konsolda darrov mana shu funksiya haqidagi ma'lumot chiqib keldi. Demak, birinchidan funksiyaning ichidagi parametr ism ko'rsatilyapti. Uni pastida esa mana biz yozgan ma'lumot, foydalanuvchi ismini qabul qilib, unga salom beruvchi funksiya deb funksiya haqida ma'lumot chiqib keldi. Demak, funksiya yaratganimizda mana shu narsa, demak, bu docstring deyiladi. Mana shu docstringni biz imkon qadar tushunarli qilib, batafsil yozishimiz kerak. Ayniqsa agar bu funksiya murakkab funksiya bo'lsa, ya'ni bir nechta parametrlar bilan ishlaydigan funksiya bo'lsa, mana shu, demak, funksiya haqidagi ma'lumotni imkon qadar tushunarli qilib, qo'rqmasdan bir necha qatorga bo'lib yozishimiz
mumkin. Aslida bu ma'lumot istalgan funksiya haqida chiqib keladi. Misol uchun mana biz print deb yozib mana qovusni ochsak, mana bu ko'rib turibsiz, print haqida uzundan uzun ma'lumot chiqib keldi. Ko'rib turibsiz, bu bir nechta qatordan iborat. Yoki bo'lmasam mana biz avval foydalangan type funksiyasi. Mana ko'rib turibsiz, type funksiyasi haqidagi ma'lumot yoki bo'lmasam o'sha range funksiyasi haqida mana ko'rib turibsiz, uzundan uzun ma'lumotlar kelib chiqib turibdi. Mana shularning hammasi demak mana shu docstringni ichida yozilgan ekan. Shuningdek yana bitta usuli, buni konsolga ham chiqarsak bo'ladi. Mana bunday qilib, misol uchun salom berdiyimizda nuqta qo'yib, undan keyin mana bunday qilib doc deb yozsak, mana ko'rib turibsiz, endi funksiya haqidagi ma'lumot konsolga ham chiqib keldi. Yoki bo'lmasa xuddi shu kabi mana keling print funksiyasi haqida biror bir ma'lumot olamiz. Mana doc deymiz. Desak, mana endi print funksiyasi haqidagi ma'lumot ham konsolga chiqdi. Demak, mana bu docstring ichidagi ma'lumotlarni ko'rish uchun yoki mana bu usuldan foydalanishimiz mumkin yoki to'g'ridan-to'g'ri mana funksiyani nomini yozib, qovusni ochsak, o'zi ko'rib turibsiz, darrov funksiya haqida ma'lumot chiqib keldi. Ba'zida biz funksiyamizga bir nechta parametr ham kiritishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun mana bu yerda aytib bering, biz to'liq ism degan funksiya yaratdik. Demak, endi bu to'liq ism degan funksiya ikkita parametr qabul qilib olyapti, ism va familiya. Ana undan keyin esa mana bu ism va familiyani konsolga foydalanuvchi ismi va foydalanuvchi familiyasi qilib mana shunday ko'rinishda chiqaryapti. Mana agar biz bu funksiyani chaqiradigan bo'lsak, mana bu yerda e'tibor bering, mana to'liq ism Olim Hakimov degan ikkita, demak endi biz argument beryapmiz. Mana endi biz bu kodni bajarsak, ko'rib turibsiz, foydalanuvchi ismi Olim, foydalanuvchi familiyasi esa Hakimov bo'lib chiqdi. Endi foydalanuvchi sifatida bu yerda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak, ya'ni dasturchi sifatida biz mana shu funksiyadan foydalanganimizda, mana bu argumentlarni kiritganimizda, mana bu ketma-ketlikda kiritishimiz kerak. Ya'ni agar biz hozir mana shu yerda ketma-ketlikni noto'g'ri yozsak, mana birinchi familiya keyin ism yozsak, albatta natija ham noto'g'ri chiqadi. Endi natijaga e'tibor bering. Mana foydalanuvchi ismi, mana bu yerda foydalanuvchi ismi Hakimov, foydalanuvchi familiyasi esa Olim bo'lib qoldi. Demak, biz agar to'g'ridan-to'g'ri mana bu argumentlarni shunday kiritmoqchi bo'lsak funksiyaga, mana bu ketma-ketlikka amal qilishimiz shart ekan. Aks holda, demak, noto'g'ri natija olishimiz mumkin ekan. Ba'zi holatlarda bu narsa xatolikka ham olib kelishi mumkin. Mana e'tibor bering, biz pastda yangi funksiya yaratyapmiz. Bu funksiyamiz yosh hisoblaydi. Ya'ni foydalanuvchining ismini oladi, uning tug'ilgan yilini oladi-da, ana undan keyin foydalanuvchi falon yoshda degan ma'lumotni konsolga chiqaradi. Endi bu yerda e'tibor bering, biz birinchi foydalanuvchining ismini kiritishimiz kerak, ana undan keyin foydalanuvchining tug'ilgan yilini kiritishimiz kerak. Mana endi agar biz kodimizni bajarsak, mana e'tibor bering, birinchi foydalanuvchining ismi Olim, ana undan keyin uning tug'ilgan yili 1997 qilib mana bu funksiyani chaqiryapmiz. Demak, yosh hisobla degan funksiyani mana bu ikkita argument bilan chaqiryapmiz. Kodni bajarsak, mana Olim 23 yoshda degan natija chiqib keldi. Agar biz hozir mana shu parametrlar o'rnini almashtirib qo'ysak, ya'ni birinchi tug'ilgan yilini ana undan keyin uning ismini kiritadigan bo'lsak, ana endi kodimizni bajarsak, ko'rib turibsiz, endi bu kodimiz xatolik berdi. Odatda mana shunday xato berganda biz xatolarni tahlil qilishimiz kerak, o'qishimiz kerak. Bu xato nima demoqchi? Buni olib iloji bo'lsa, misol uchun o'sha Google da tarjima qilib, tarjimasiga e'tibor berishimiz kerak va hokazo. Demak, buni tahlil qilishga harakat qilishimiz kerak. Xo'p, endi mana shunday xatolikni oldini qanday qilib olish mumkin? Bitta juda oson usuli, ana endi biz mana bu argumentlarni funksiyaga kiritayotganimizda parametrni nomi bilan birga kiritishimiz kerak. Mana bizni funksiyamizda e'tibor bering, ism va tug'ilgan yil degan ikkita parametr bor. Ana endi biz bu funksiyani chaqirganda ham avval parametr nomini yozyapmiz, barobar deyapmizda o'sha parametrga qiymat beryapmiz. Demak, tug'ilgan yil barobar 1997 deb ketdik. Ism barobar Olim dedik. Demak, endi funksiyani chaqirganda biz bevosita mana bu ikkita parametrlarning nomini yozib, ana o'sha parametrlarga mos keluvchi argumentlarni ham berib ketyapmiz. Ana endi bunday holatlarda mana bu ketma-ketlik endi muhim emas. Birinchi ism berasizmi yoki birinchi tug'ilgan yil berasizmi, muhim emas. Nima uchun? Chunki biz mana bu yerda parametrning nomini yozib ketdik. Va bu yerda e'tibor bering, albatta parametr nomi funksiyani ichidagi parametr bilan bir xil bo'lishi shart. Ya'ni biz bu yerda mana shu funksiyani chaqirganimizda endi mana bu kodni bajaradigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz, Olim 23 yoshda deb endi kodimiz to'g'ri ishladi. Endi biz bu yerda misol uchun deylik, o'rnini almashtirib yozsak ham,
Mana keling, mana ismni birinchi yozib, mana keyin tug'ilgan yil yozsak ham o'sha natija chiqaveradi. Ya'ni bu yerda endi muammo yo'q. Faqatgina avval aytganimizdek, bu yerda o'sha tug'ilgan yil degan parametrimiz xuddi mana bu yerda qanday yozilgan bo'lsa, bu yerda ham shunday yozilgan bo'lishi kerak. Agar men bu yerda mana nomini o'zgartirib qo'yib, mana bunday T yil deb qo'yib bajaradigan bo'lsam, albatta bu yerda biz demak xatolik chiqib keladi. Mana endi yuqoridagi funksiyamiz ham, demak to'liq ism degan funksiyamiz bor edi. Mana bu yerda demak to'liq ism degan funksiyamizda avval ism, keyin familiya berishimiz kerak edi. Lekin biz mana bu yerda demak familiyaga o'sha familiya degan parametrga Hakimov, ism degan parametrga esa Olim degan qiymatni berganimiz uchun endi kodimizni bajarganimizda kodimiz endi to'g'ri bajariladi. Foydalanuvchi ismi Olim va foydalanuvchi familiyasi Hakimov. Demak, agar bir mana bu usul bilan foydalanadigan bo'lsak, bu kalit so'z usuli deyiladi. Demak, biz bu yerda parametr argument juftligidan foydalanyapmiz. Bu yerda o'sha parametrlarning ketma-ketligi endi muhim emas. Muhimi, demak, mana bu parametrlarni nomini to'g'ri yozishimiz kerak. Endi funksiya yaratganimizda biz ba'zi bir parametrlarga standart qiymat ham berib ketishimiz mumkin. Mana bu yerda e'tibor bering, biz yosh hisobla degan yangi funksiya yaratdik. Avvalgi funksiyamizdan bu farqliroq. Endi biz bu yerda nima qilyapmiz? Foydalanuvchining tug'ilgan yilini olyapmiz va joriy yilni olyapmizda va endi uning joriy yildan tug'ilgan yilini ayirib yoshini hisoblayapmiz. Xo'p, bu yerda e'tibor bering, biz joriy yilga mana bu yerda barobar 2020 deb standart qiymat berib ketdik. Bunday qilishimizga sabab, agar foydalanuvchi joriy yilni kiritmasa ham, biz mana bu demak 2020 degan standart qiymatdan foydalanamiz. Mana e'tibor bering, biz birinchi mana kodimizni mana bu yerda yosh hisobla 1995, bu demak tug'ilgan yili, 2020 esa joriy yil. Mana shu ko'rinishda funksiyani chaqirgan bo'lsak, siz 25 yoshdasiz deyapti. Ana endi e'tibor bering, keyingi misolimizda biz faqatgina bitta qiymat beryapmiz. Mana bu joriy yilni bermadik, faqat tug'ilgan yilni berdik. Mana endi kodimizni bajarsak, siz 27 yoshdasiz deb yana funksiyamiz to'g'ri ishladi. Nima uchun biz bu yerda demak joriy yilni bermagan bo'lsak ham, mana bu yerda joriy yilga boshdanoq o'sha standart qiymat berib ketganimiz uchun bu funksiya to'g'ri ishladi. Agar mana shu yerda biz o'sha joriy yilga standart qiymat bermasdan mana shunday ko'rinishda qoldirganimizda edi, mana endi funksiyamiz albatta xato beradi. Chunki bu aytayaptiki, demak o'sha joriy yilni kiritmadingiz degan xato beryapti. Lekin biz bu yerda joriy yilni misol uchun 2020 yoki 2021 deb kiritib qo'yishimiz mumkin va undan keyin funksiyamiz o'sha standart qiymatdan, o'sha yoshni hisoblaganda mana shu standart qiymatdan foydalanadi. Demak, funksiyamizda bir nechta parametrlar bo'lganda keyinchalik ko'ramiz, ma'lum bir parametrlarga biz oldindan standart qiymatlarni berib ketishimiz mumkin. Agar foydalanuvchi ana shu qiymatlarni tashlab ketgan taqdirda ham biz demak standart qiymatlardan foydalanaveramiz. Demak, bugun ko'rmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Endi funksiyalarni chaqirganda biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, ba'zida xatoliklar bo'lib turadi. Bu tabiiy. Misol uchun, mana bu yerda hozir biz ko'rganingizdek, agar standart qiymat berilmagan bo'lsa, mana chaqirganimizda qandaydir bir xatolik kelib chiqdi. Biz mana shunday xatoliklar chiqqan paytda shoshib qolmasdan, mana bu xatolikni olib, tarjima qilishimiz kerak va uni tushunib, xato qayerdaligini topib, uni to'g'rilashimiz kerak. Ya'ni bunday holatlarda bu juda ham tabiiy, ya'ni funksiyadan biz hali juda ko'p funksiyalar yozamiz, juda ko'p funksiyalardan foydalanamiz, ya'ni boshqalar yozgan funksiyalardan foydalanamiz. Ana shunday holatlarda mana bunday xatoliklar kelib chiqsa, demak shoshib qolmasdan xatoliklarga demak to'g'ri yondashib, ularni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Endi albatta sahifamizga o'ting. Sahifamizda men bugun bir nechta amaliy mashqlar qoldiraman. Har haftadagidek ularni albatta bajaring. Biz yozgan javoblar bilan solishtiring. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, e'tiboringiz uchun rahmat.